Mana unitaz rakovina kerak bo'ladigan bo'lsa, kimga qanaqangizdan bo'lsa, mana hozir yangi unitaz rakovinalar narxlarini birma-bir. Assalomu alaykum. Nech puldan ekan bular? Bular 200 ming so'm. 200 ming so'm. Bu arzoni bu. Bundan keyin yaxshi holatdagi 250 ming so'm. 250 ming so'mdan ham bor ekan. Bular masalan mana o'zimiz O'zbekiston bo'ladigan bo'lsa, bular endi Hindistonniki. Mana Hindistonniki. Eronniki bor masalan. Bular 300 ming so'm, 350 ming so'm farq ketaveradi. Bular farqi chinnisi bo'ladi. Chinnisidan. Bizniki sopol bo'ladi. Eronniki masalan chinni bo'ladi. Unga o'xshab masalan Madonna idish bilan oddiy toshgan idish bilan farqlari bilan xuddi o'sha bilan farqli. Mana bu tepadagilar nech puldan ekan? Tepadagilar 80 ming, 90 mingdan boshlab holatiga qarab, sifatiga qarab ketaveradi. Mana. Anuncha unitazlaringiz nech puldan ekan bular narxi? Defekt yo'q. Bularimiz 350 ming. 350 ming so'mdan ekan mana. Yangi holatda turibdi mana o'zi. Yo'q. Bunlar bor. 400 ming bularimiz mana. Ichlari. Harbiy yo'q, boshqasi yo'q. 400 ming so'mdan. Telefon raqami nechi edi? Telefon raqamimiz 90lik 75 1923. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, nima kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Mana shu unitaz bo'yicha, rakovina unitaz bo'yicha hamma narsani shu yerdan topar ekansizlar.